Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. 12-iyun 2025-yil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Gazoblok seximizdan Gazoblok kanalimizga video joylayapmiz. Mana alhamdulillah seximizni kengaytirib juda go'zal holatga olib kelib oldik. Ish boshlandi ertalabdan. Anchadan bas YouTube'da video joylamayapti turdik. Videolarimizni joylayapmiz. Chiqqan holati. Namangan bonus 550. Mana gazobloklarimiz. Kecha chiqqan gazoblok bular bugun chiqqan. Bugun chiqqan gazobloklarning ham qattiqligi zo'r joyida emas. Og'irligi hammasi yaxshi holatda. Razmerlari hammasini 20 ga 30, 60. Razmeri har xil kelmaydi bular. Bugun chiqqanda Bugun chiqqani ham qattiqligi zo'r. Qo'l bossa kiradimi deyishadi, yo'q, qo'l kirmaydi. Kimga gazoblok kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekran nomerini qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. Har xil variant qilib qo'yganmiz. Biroz arzonroq chiqsin deysa 550 o'rniga mana 450 markadagi semendan tushirib qo'yganmiz. Biroz 300 so'm, 400 so'm farq qiladi xolos, joyiga qarab. 400 so'm ishda farq qiladi. Mana 450 ga ham tushirib qo'yganmiz. 550 da deysa, mana 550 ga ham tushirganmiz. Ikki xil sementda quyapmiz hozir. Shunchalik bo'lishda alhamdulillah hammalarni shu duo qilgan yillar bo'ldi. Duo qilgan yillardan shunchalik rivojlandik, shunchalik o'sdik. Hammalarga kattakon rahmat. Kimga gazoblok, shunga maslahat nimadir kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar.